ishga mazza qilib borib uyga mazza qilib kelasizmi desam yo'q, men ishga qochib boraman, ya'ni muhitdan qochib boraman. Inson zoti o'zini tanishni boshlagandan boshlab qanaqadir tan olinish, qanaqadir qabul qilinish, qanaqadir hurmatga ega bo'lish, mana shu tuyg'ular o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-da. Bu narsa shunaqaki, bu bolalikdagi og'riqlarga borib taqaladi. Jamiyatdan o'sha narsani olmaguncha qo'ymaydi va ularning nuqtasi, og'riq nuqtasi mana shu narsa bo'lib qoladi. Meni qadrlashlari kerak, meni sevishlari kerak, meni hurmat qilishlari kerak. Qarshi cholishsa, siz baxtlisiz, qayerdadir cholishmasa yoki sizga tanqid qilishsa, bo'ldi, siz dunyodagi eng baxtsiz insonga aylanasiz. Ularni maqsadi rahbariyat, yuqori lavozimdagi insonlarni ularni tan olishiga bo'lgan istagi kuchli. Ular uchun erkakning ahamiyati yo'q. Turmush, oilani ahamiyati yo'q. Faqat karyeraga berilib ketgan natijani qarang. Natijada yurak kasalligini olib kirganlar. Natijada ular bugun hayotdan zavqni his qilmay qo'yganliklari uchun ishga mazza qilib borib, uyga mazza qilib kelasizmi desam yo'q, men ishga qochib boraman, ya'ni muhitdan qochib boraman. Tushunyapsizmi? Bu missiya emas.